Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Biz bugun studiyamizga tojikistonlik mehmon, to'g'rirog'i o'zimizda bemor, Hindistonga borib davolanib kelgan bemorni taklif qildik. Bularda bizni taklifimizga labbaydirib kelganlari uchun rahmat. Sababi biz bularda holatini ommaviy sizlar biz kuzatuvchilarga ko'rsatmoqchimiz. Bular asli Tojikistonda boshlang'ich nima deydi o'sha tarixi, o'sha kasallik tarixi Hindistonga borishdan oldin aslida ko'krak bezi kasalligi bilan diagnoz qo'yiluvdi. Undan keyin doktorlar shu Tojikistonda bachadonni olib tashlash kerak, ham ozgina metastaz bergan, holati og'ir deb moralni ozgina tushkunlikka tushirgan. Ammo ular o'zlari bo'shashmasdan ijtimoiy tarmoqlarda shu boshqa joyda najot izlab bizga murojaat qilishdi. Bizga aloqaga chiqqandan keyin biz bularni taklif qildik. Shu zahot ular bizga kelishdi, uchrashdi. Hindistonlik shifokorlar bilan biz konsultatsiyalar o'tkazganimizdan keyin umid bor deb aytishdi shifokorlar. Sababi diagnozda yetarlicha tekshiruvlar qilinmaganligi aniqlandi va Hindistonga taklif qilishdi. Shifokorlar biz bularning hujjatlarini tayyorlab berdik. Hindiston ketgandan keyin asli hikoyasi mana shu yerda boshlanadi. Bizni oxirgacha kuzatinglar. Bularning hikoyasidan o'zingizga ibratli joyini ko'rib olasiz. Birinchidan, ikkinchidan kimdaki shunaqa holat bo'lib qolsa, bilasizlarki, aslida bitta shifokorni xulosasiga ishonib qolish kerak emas. Izlash kerak. Masalan, boshqa joylarda, o'zingizda bo'lmasa boshqa davlatda najot har doim topiladi. Xudoyim o'zi sizlarga yo'l ochib beradi. Biz esa boshladik. Bizni kuzatinglar. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, kimdirda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, do'sti, tanishlaringizga bu videoni uzatishni iltimos qilamiz. Biz esa boshlaymiz. Marg'amat opa, assalomu alaykum. Zulfiya opa, assalomu alaykum. Alaykum salom. Bizga labbay deb kelganlaringiz uchun sizga kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Avvalambor, Alloh sizga shifosini yo'llagani uchun biz juda xursandmiz. Bizni sababchi qildi. Hindiston shifokorlari sababchi qildi. Alloh sizni yaxshi bo'lib qolishini xohladi. To'g'ri yo'nalish berdi va Marg'amat opani o'zi menimcha YouTube'larda kovlab, Savremenniy opamiz YouTube, Instagramlarda kovlab bizni topib, hech ham kutmasdan sirazu aloqaga chiqib, sirazu davay ketdik, tomkalarni olib, shu kunda o'zida hech ham kutmasdan keldilaringiz. Mana Nonlarni yapib, go'shtlarni qovurib. Hindistonga. Xudo xolasa shu haqida gaplashsak. O'zi aslida qanday boshlaganligi haqida qisqacha aytib berasizmi? Mana siz shifokorga uchradingiz, ko'krak bo'yicha shikoyatlar boshlandi. Shifokorlar nima deyishdi? Qanday diagnoz qo'ydi? Eshitishim bo'yicha yana o'sha bachadonda operatsiya qilamiz deyishdi. Qanaqa diagnoz qo'ydi? Qisqacha aytib bersangiz. Men Zulfiyaman, Tojikistondan keldim Toshkentga. Meni birinchi diagnoz Tojikistonda qo'ydi. Matka bachadoningda kista bor, mioma bor dedi. Operatsiya qilamiz srochni deb. Telefon qildi. 2 kun bormadim, oyog'im tortmay bormadim. Men ko'kragimdan borgan edim. Murojaat qilgan edimda. Men ko'kragimdan borsam, yo'q dedi, sen ko'kraging keyin qaytib ketadi dedi. Men ham ishonib keyin hamma qarindoshlarga maslahat so'rab operatsiyaga bordik. Operatsiyadan chiqdim. Holatim ancha og'ir. Marg'amat opa, sizdan yordam bering. Hikoyalarini qisqacha, hozir emotsiyada ozgina shuni eslayapti. Shu bilan keyin o'zi gapirsin, chiroyli gapiryaptirasan. Shu bilan keyin operatsiya bo'ldi. Operatsiya bo'ldingiz. Mioma kistasini oldi. Mioma kistani oldi. Shundan keyin vobshe nima bo'lib qoldi? Og'irlashdi-da. Keyin biz nimani izlab keldik. YouTube'ga chiqdi bitta ayol kishi. Men dedi Toshkentda nechta onkologiya bo'lsa dedi, hammasiga borib tekshirdim dedi. Men 4-stadiya dedi, lekin men Hindistonga borsam dedi, meni dedi tabletka bilan davolab jo'natdi. Men rak emas ekanman, saraton emas ekanman deganini bilib turib keyin sirazu topdikda, keyin qayerda ekan nima adresini oldi, keyin taksichilarga kelib Tojikistondan Oybekka o'tib, keyin mana lokatsiya tashlab Alinaxon bilan keyin topishib keldik-da, qiynalmasdan. O'sha paytda rosa ahvoli og'ir edi.
Keyin Javid doktor bilan onlayn gaplashdik. Tojikistonning lipiskalarini hammasini berdikda. Biz qo'rqqanimizdan 4 ta Tojikistondan ximiya oldik. U ximiya ta'sir qilmagan. Keyin aytdiki bizga dedi kesalaring biz davolaymiz dedi. Keyin mana sizlar orqalaringizdan viza tayyorlab, bilet tayyorlab Jo'nab jo'nab ketgansizlar. ketdik. Menga hozir bitta joyi qiziq. Qarang, aslida siz ko'krak bilan bordingiz. Ha. O'sha og'rim bor, boshlanyapti deganingizda Og'riq bo'lmagan, ishganda shunday bo'ladi. ishkan, Ha. lekin yaqqol ko'ringan. Что Ha. уже nimadir bor. Ko'krakni tekshirtirmasdan matki o'sha bachadonni Ha. operatsiya qilib berishdi. Ikki taraf tekshirdi. Birinchi ko'krak tekshirib, keyin matkangni ham tekshirib ko'rayin dedi-da. Keyin aytdi, buni olsang xudo xohlasa qaytib ketadi. Bu og'ir Ko'krakniki emas. qaytib Ha. ketadi. O'sha holda sizga 4-bosqich deb aytishdida. Что уже matkiga Ha, o'tib biz keyin ketgan, onkologiyaga bachadon o'tib bordik. ketdi. Xo'jandda onkologiyaga bordik. Biz borsa keyin analiz topshiringlar dedi. 100 so'mga analiz topshirsa bizning kasal dedi. Buni dedi biz deydi ximiya beramiz dedi. Aytdim sizlarda petketa bo'lmasa dedim. Ano bironta dedim nima Tekshiruv. analiz tekshirmasdan turib qanday ximiya berasizlar dedimda keyin ha mayli kelamiz dedikda keyin ularni aldab keldikda keyin Pirimqulov vrachga bordik. Pirimqulov keyin vrach aytdiki, bu sizlar dedi analiz topshirasizlar dedi. Keyin 3 ta analiz topshirdik. Analizlarimizning otvetlari chiqdi. Ikkinchi gruppa dedimi? Ikkinchi gruppa. Ikkinchi bosqichmi? Ikkinchi bosqich dedi. Shunda ham ular ham ximiyani noto'g'ri qo'ydida. Men aytdim, bu ikkinchisi sen holi dedim. Uchinchi analiz kelgan yo'q. Qanday bunga ximiya berasan deb u doktorga gapirdimda. Oti nima bo'laydi? Vrachning ha. Keyin ha dedi biz dedi qo'yaveramiz dedi. Men aytdim вообще sharoit yo'q. Qanday dedim buni aniqlamasdan turib nima buni ahvoli chatoq dedimda. Og'riydi dedim. Bu o'zi hushi yaxshi emas. deb bizni ancha qo'rqitadi bu degan edim. Ha bizdan olaveringlar bunday qiladi dedi. Shu bilan keyin yo'q izlab topib sizlarni kelib shu yerdan rosa davo topdik. Rahmat, mana biletlarni qilib berdilaringiz, vizalarni qilib berdilaringiz, nima onlayn gaplashtirdilaringiz doktor bilan, qog'ozlarni jo'natdi, u yoqdan atvet keldi. Endi majbur bo'ldikda ish qilib sabab topaylik, yaxshi bo'lib ketsin bolalar uchun. Yashasin. Mana menda savol yana tug'ilib qoldi. O'sha Toshkentga kelib bizga uchragan paytingizda sizda shifokor hali yana ximiya olish kerak deb tavsiya qiluvdi. Da o'zlaringizda shu yerda Tojikistonda Biz ilk topib qolgan edik. tugatib olinglar. Lekin o'sha bachadon operatsiya qilishdan oldin ximiya qo'yishuvdimi yo undan keyin qo'yishdi? Undan keyin. Undan bitta ximiya qo'yishdi. Ikkita. Ximiya qo'ydi. Keyin bu yerga keldik. U ko'krak kicaytirish uchunmi anaqa bezini? Keyin Javid aytdiki 4 ta endi 2 ta olib qo'yibsizlar dedi. 4 ta olinglar dedi. Jami 4 ta olish. Ha 4 ta yana 2 ta olinglar dedi. Keyin olgan edik. Keyin yana bir marta keldik-ku bu yerga. Keyin shunda Alina ko'rib turib aytdiki, "Yo'q, bu kattargan" dedi. "Bu kichkina bo'lmagan" dedi. Keyin shu bilan qo'y operatsiyani ham shu yoqda qilamiz dedikda, petketasi bor ekan. Qimmat bo'lsa ham metastazi bormi, yo'qmi deb bordik, lekin Hindistonga meditsinalariga gap yo'q. Hammasi ham shunaqangi o'zingiz o'tirasiz, переводчик bechora hammasini qilib olib kelib beradi. Shu bo'yicha как раз таки bitta qiziqarli savolim bor. Bizning idoramizga kelgan paytingizda ikkinchi marta uchraganingizda pasportni shaxsan o'zim shug'ullanganimda opamni holati esimda. Zulfiya opa o'sha stolda bitta nuqta bo'lsa, nuqtani hech ko'z uzmasdilar. O'sha holati esimda. Men shunday o'tirib, endi nima deydi? Insonni hayot ma'nosi yo'qolib qolgan insonga o'xshab qoluvdilar. Lekin o'sha Zoom doktor bilan konsultatsiyadan keyin ozgina ochilish bor edi. Ozgina, lekin baribir Hindistonga borib tekshiruv to'liq tugatganimizdan keyin aniq aytamiz deydilar doktor. O'shanda lekin sal umid paydo bo'ldi. Zulfiya opa, o'zingiz aytib bersangiz, o'sha holatingiz esimda kelganingizda insonni ma'nosini yo'qotib qo'ygan. Endi nima bo'ladi degan gapni xuddi o'rmonda o'zini yo'qotib qo'ygandek. Shu bo'yicha bir chekkadan asta sekinlik bilan o'sha jarayonlar
gaplashsak. O'zi birinchi kim anaqa qiziqish bildirdi boshqa joyda? Zulfiya opa, o'zingiz izlaganmisiz yo Marhamat opa siz Instagramda kovlagansiz yoki o'g'lingizmi O'g'li ikkalamiz kovladikda. birinchi o'rinda? Birinchi o'rinda. Keyin? Bu yo o'laman yo qolaman baribir o'laman deb qoldi-ku, endi bir faqat Keyin o'laman. bizga aloqaga chiqqanda ko'pchilik endi baribir begona insonni topganda ijtimoiy tarmog'iga ishonch bildirish kerak. Ular masalan ba'zida o'sha jarayonda viza tayyorlash bor, viza uchun to'lovlar bor. Siz bu yoqqa kelishdan oldin ijtimoiy tarmoq orqali bizni mana aloqaga chiqdingiz, sizga javob berishdimi? Alinaga aloqaga chiqdingiz, shu haqida aytib bersangiz. Qanday o'zingiz mana aloqaga chiqib bu yoqqacham kelganingiz? Shu YouTube'da bitta xotinni ko'rdik. Aytdim-ku, 4-bosqich dedi. Toshkentda nechta onkologiya bo'lsa, hammasiga bordim. Lekin dedi, men dedi Hindistonga bordimmi dedi, meniki 4-bosqich emas ekan. Men tabletka bilan dedi lecheniya olib keldim. Dedi-da, keyin hayron qoldim. Aytdim, bo'lmasa biz ham Hindistonga boramiz dedim. Darrov telefon nomerlarini top, Instagramini, Telegramini bo'lsa top, bu qanday borgan ekan, kim bilan borgan ekan, kim orqali borgan ekan deb hammasini surishtirib keyin Alinaxonning telefon nomerlari bilan O'zbekiston Telegrami bilan keyin gaplashdik Idoba ikkalamiz. Sizga lokatsiya tashib berdi, lokatsiya ber, manzillarini. Kurashdingiz, srazu vrach bilan aloqaga chiqardi. Keyin ikkinchi marta уже tayyor hujjatlar bilan kelgansizlar, tibbiy tekshiruvlaringiz hammasi уже tayyor bo'lgan. Jo'nab ketishga tayyor bo'lgansizlar. Vizani 3 kunda tayyorlab berdik. Где-то 3 kun, o'zim 3-4 kun ketadi viza tayyorlashga. Hamma приглашенияni hammasini biz tayyorlab berdik. Kasal bilan kelishgan holda bilet sotib olamiz. Masalan, agar o'zlari aviakasada sotib olsa, unga hech kimning qarshiligi yo'q. Agar masalan kasallar bizga yordam bersalaring, shu arzonroq bilet olib beringlar deyishadi. Shaxsan o'zlariga aviakompaniyani naqalarini saytlaridan biletlar narxini olib, ularga rasm tashlaymiz, ma'qul kelsin narxi bo'yicha ular bizga to'lov qiladi, biz esa o'sha aviakompaniyadan biletni sotib olamiz. Undan keyin birinchi o'rinda kelishilgan sana bo'yicha kasallarga sizni jarayon tushuntiriladi. Borganingizdan keyin sizni aeroportdan kutib olishadi, tarjimon kutib oladi, qaysi joydan chiqasizlar, o'sha joyni ham jo'nab ketganlaringizni bir istoriyasini aytib bersalaringiz, bularni kutib olish kerak bo'lgan odam bir-birini topa olmagan, Aytmang. o'zlari adashib haqadir ketib qolibsizlar, o'shani aytib bersalaringiz. Biz Hindistonga 2,5 soat uchdik samolyotda. Vaqtli edi ertalab. Keyin hamma xotinlar naryoqda turgan ekan, aytdim, bular nega turibdi ekan dedim. Men qarasam sumkamiz turibdi ekan, sumkani olib tavba, sumkamiz bu yerda turibdi ekan deb chiqib ketib qolibmiz. Keyin endi dedi, birov kutadi degan edi. Bizni kim kutadi deb rosa qaradi, hech kim mana bundaqa demadi-da, qo'lini ko'tarmadi. Men aytdim, tashqarida kutsa kerak deb ketib qoldik. Keyin ketsak, darrov taksichilar keldi. Keyin qayerga dedi, Xayrat telefonda Alina Max deb yozib bergan edi-da. Ana shuni ko'rsatib keyin aytdi, $20 bo'ladi dedi. O bitta O'zbekistonlik aytdiki, dedi, nima? Qiynalasiz, может aldanib qolmanglar dedi. Adres to'shni bilasizlarmi dedi. Kutib oladi degan edi, bilmasam hech kim kutmadi dedik. U bizni kutgan odam bizni boshqa nimada terminalda kutaveribdi. Biz o'zimiz o'z boshimchalik qilib ularning rupisini bilmaymiz, pulini bilmaymiz. Keyin aytdiki, $20 desa, $20 hech gap emas debman-da. O'tirib ketdik keyin. Ketdik, qayerga borasan? Maxga boraman dedi. Men tilni bilmaymiz, boshqa qilmaymiz. Keyin u o'tirdilarmi dedi. Bir joyga olib bordi, keyin u yerga borib turibdi. Mana shu yer dedi. Bu dedi, hotel dedi. Men aytdim, bu hotel emas dedim. Bu hotelga o'xshamaydi dedim. Keyin bitta yosh chiqdi-da, keyin aytdi, qayerga borasizlar dedi. Men aytdim, mana shu Maxga boramiz dedim. Shu yerda o'zi hotelini topib beradi dedim-da. Shuni topishim kerak deganim, keyin u nima, shofyorga lokatsiya yozib berdi. Shu lokatsiyamni dedi, yana pul berasan dedi. Ha, mayli dedim. Ketyapmiz, adashib aytdim, xudo urdi dedim, ikkalamiz dedim, mashinamizga bitta urdi dedim, pulimizni olib qo'ysa. Qanday qilamiz dedi. Kalma keltiraveraylik dedik, lekin bu yoqda rosa biz izlashibdi-da. Qanday kelib qollaring dedi. Keyin
25 kilometr o'tib ketgan ekanmizda, keyin qaytib ular topishdi bizni. Keyin doktorxonaga olib keldi. Ular hamma hali ishga chiqmagan, ikkinchi etajga internatsional deb yozgan joyga kirdik, o'tirdik. Bitta переводчик keldi, assalomu alaykum dedi. Bir xursand bo'ldik, xudo dedi. O'zbekcha gapiradigan paydo bo'ldi. Ha, men aytdim o'zbekcha dedim. U Javid bizga qarashi переводчик ekan u. Farid, Muhammad Farid ekan. Men aytdim biz dedim doktorga kelganmiz desam, keyin ha men bilaman opa, shu yerda o'tiring, choy ichasizmi, kofe ichasizmi dedi. Keyin darrov stollarni akirvat qilib choylarimizni ichib o'tirdik. Keyin doktor keldi. Shu bilan darrov bizni taksiga o'tirg'izdan nimaga olib bordi? Gasinsaga. Shunday gasinsa ham yaqingina ekan, mashinada gasinsaga bordi, joylashtirdi. Gasinsalarga ham gap yo'q. Meditsinalarga вообще gap yo'q. Переводчиклariga ham gap yo'q. Hammalarining umrlari uzoq bo'lsin. Aslida sizlarning orqalaringizdan shunchalik yaxshi bo'lib qoldi. Xudoga shukr, o'z bolasini o'zi boqsin. Buni endi 2 marta borib keldik-da, shu ikkinchisida shustrik bo'ldik. Sразу nechinchi nimadan chiqadi dedi, keyin ha deb kutib oldi-da, qiynalmasdan 3 kishi bordik, xo'jayinlarim bilan bordik. Borgan kunimiz sразу analizlarni oldi. 2 kundan keyin sразу petga taqildi. Уже nima? 3 kun banchada yotdi. Rosa yaxshi. Zulfiya opa, o'zingiz aytib bering. Nimalar o'tdi birinchi shu tekshiruv boshlagandan? Nima aniq bo'ladimi? Barbeniz ikkilangansiz. Hozir meni tekshiruvdan o'tkazadi. Qanaqa diagnoz bo'ladi? Shu diagnozlarda qanaqa bo'ladi deb o'yladim-da. Bo'ldi sizda baribir endi bu yoqda 2 oy adashmasam vaqt o'tdi. Bu yoqqa borib Hindistonga borgunizcha orada 2 oy o'tdi, adashmasam. 2 oy o'tdimi? Qancha oy? 4 oy ham o'tdi. 3 oy, 4 oy. Moralni o'ylab siqilgansiz. Hindistonga siqildim. Borsam nima qilaman ekan? Operatsiya qilarm ekan, отказ qiladim ekan. Har xil xayollarga bordim-da. Petketi, biopsiya. Petketi, biopsiya. Maydim xo'jayin nega boradi? Bormasin, ikkalamiz boramiz, yo'l kira qimmat desam aytdi. Men o'lib qolsam dedi, meni gurovimni qanday sen dedi ko'tarib kelasan dedi. Men aytdim, men seni o'ldirishga olib ketmayapman dedim-da, kuldim. Men seni lechinaga olib ketyapman-ku dedim-da, keyin xo'jayin ham borganlari yaxshi bo'ldi. 3 kun banchada yotdik, og'ish yotib turdik. Navbatman yotdik-ku. Bir kun oyim, bir kun xo'jayinim. Hammalaringga rahmat. Shifokor sizni tekshiruvlardan o'tganda, baribir shifokor bilan yuzma-yuz gaplashganingizda, bu yerda aytgan diagnoz bilan u yoqda aytgan diagnoz bir-biriga tushmagan, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Qarib mana 1 yil bo'ladi, Xudoga shukr, mana endi hozir yaxshi, ahvoli ham yaxshi, apetiti ham yaxshi. Bunday birovman salom alayk qilib o'tirib, nima qilishlari ham yaxshi, Xudoga shukr. Uxlolmay qolgan kunlari ham bo'ldi. O'ylarni faqat o'laman deb endi mana endi Xudoga ming qancha shukr, hozir rosa yaxshi. Hammaga rahmat. Minnatdorchilik beramiz. Kimda kasal bo'lsa, mana bemalol shularga uchrab, shularning orqasidan sabab topib, davo topsin kasallarimiz. Hamma sog'ayib ketsin, hech kim kasal bo'lmasin birinchidan. Bu peshonani nima bo'lsa shuni ko'rar ekansan. Xudoga ming qancha shukr. Sizlarga ham rahmat, Alinaxonga ham rahmat. Temur ukamga ham rahmat. Javid doktorga ham rahmat. Sizlarga rahmat. Bizga o'xshab kelin, nevara kusiysin. Rahmat. Qarang, endi bu yoqda 4 ta ximiya olgansizlar-ku. U ximiya Alina palpatsiya qilgan o'zlari bizani qabulga kelganingizda hattalashgan dedi. U yoqqa borganingizda Hindistonda ximiyasini sizga nazначать qilishdi. Uni adashmasam 2 ta ximiya, birinchi kurs 4 ta ximiya tugatib, keyin operatsiyaga kelish kerak deb aytdilar shifokorlar. O'sha plan bo'yicha 2 tasini shu yoqda oldik, 2 tasini sotib olib keldik. Bu yoqqa kelgansizlar. Bu yoqqa olib kelib turib o'zimizda oldik. Bularga men shunday kontrol qilib turdim-da. Men aytdim 100 gram rastvorga 100 gramga qo'shasan, yarim soat tomadi deb yozib bergan. Yarim soat tomadi. Bunisi 3 soat tomadi. Buni qo'shasan, bunga qo'shasan deb. Endi bizda Tojikistonda endi onkologiya bor, lekin yomon demash kerak-ku, hamma ham sabab topsin. Lekin bitta palatada 8 ta onkologiya bo'lsa, birov ko'krakdan, birov boshqa joydan, birov boshqa joydan.
bu umringni bergan medsestra hammasiga bir kunda 1 soatda qo'yib chiqadi. Men aytdim, Hindistonda unaqa emas dedimda. Bitta palataga bitta medsestra даже dedim ximiyani bizga ko'rsatadi dedim. Oynadan ko'ribdi mana qo'shganimizni deydi dedim. Ana shu 3 soat tomadi dedim. Bu dedim sizlarda dedim oldida turdimda. Biz qimmatga sotib olib kelganmiz qizim dedim bunu dedim. Lekin dedim niman kelmasin dedim. Ko'nglinga olma dedimda 8 kishiga dedim bir xil qo'yapsan dedim. Tavba qildim deksametazonni berib uxlatib qo'yar ekanda uni kasalga qo'shdim. Yani u bilmaydi ham ekanda men aytdim haligi 2 kun yotib chiqdi 500 so'mdan pul berasan dedim. Men bermayman dedim. Bu qaysi ahvolda 2 kun yotganiga men 500-600 so'm bermayman. Boylar beraversin dedim. Biz bir qishloqdan odami dedim. Bizda mol hol bunaqa zavod fabrikalar yo'q. Faqat Rossiyadan pul kelsa, qarindoshlardan pul kelsa davolantiramiz, bo'lmasa yo'q. Hammaga rahmat. Mana qancha qarindoshlarimiz, urug' aymoqlarimiz, hamqishloqlarimiz Vaziyatdan foydalanib ularga rahmatlaringizni aytsangiz bo'ladi. Yurtdoshlarimiz. Qarindosh urug'lar. Qarindosh urug'larimizga ham hammasiga kattadan katta rahmat. Bir tiyindan bersa boy qiladi, bir mush bersa o'ldiradi degan. Ana shu toma nima bo'ladi deydi-ku, ana shunga o'xshab mana hazil puli ketgani yo'q, xudoga Ximiyani farqini sezdilaringizmi darrov? Kichardi. Ximiyani farqini Chunki kicharmasa operatsiya qilib bo'lmaydi. 4 ta ximiyani o'zida kichayib borib operatsiya qilib berishdi. Ko'pchilik ximiyani ham masalan ularda nega juda qimmat, bizda ximiya arzon-ku degan farqlarni ham olib kelishadi bizga masalan kasallar. Uni ta'sirida, uni quyishida, uni sxemasida, uni dorini effektida yoki umuman hamma faktorni inobatga olgan holda sifatlisi qimmat bo'ladi degan tushunchaga kelamizda, to'g'rimi? Yo masalan ko'pchilik bizda ham aytadi, o'sha ximiyani biz ham qo'yaveramiz, lekin aslida bizda ham bor shunaqa uchrab turadi holatlar. 10 ta ximiya qo'yadi, lekin o'zgarish bo'lmaydi, kichaymayapti. Lekin Toshkentdan ham rosa ko'plar bordi. Ancha suhbatlashib o'tiramiz kechqurun. Aytadi, men aytaman, biz Toshkentga borib davolanganimiz keladi. Sizlar Toshkentdan Hindistonga bu Hindistonga dedi necha yillardan beri keladi odamlar dedi. Biz endi uyqudan turibmiz dedimda. Biz uxlagan paytimizda dedi mana kasal sababchi keldik. Bizlar Tojikistondan desam Tojikistondan lekin kam keladi dedi. O'zbekiston ko'p. O'zbekistondan rosa ko'p. Ularni ham mana davlatnikini qo'yaymi, Hindistondikini qo'yaymi deb aytadi больницаlarda deydi-da. Keyin yo'q dedi, baribir dedi, shu yer yaxshi deb dedi, kelamiz dedi. Lekin пересадка почек, пересадка печень, mana travmatologiskiy hamma kasallarni davolaydi ekanda. Gap yo'q, больницалariga ham gap yo'q. Meditsina va pishi birinchi o'rinda turadi desam ham adashmasam kerak, lekin muomalalari yaxshi. Kutib o'tirmaysiz, g'ujur qilib soat minutida olib boradi, u yoqdan chiqasiz, mashina tayyor. Gostinitsaga borasiz. To'g'ri. Kirib ketasiz. Shuni ham aytmoqchi bo'lgan joyim, bizda masalan bitta diagnozni qo'yib lecheniya boshlaguncha mana farqli statistika qildik. Hindistonga borib lecheniyani boshlashdan oldin tekshiruv vaqtini olsak, ancha qisqaroq deb ko'rsatdi. Chunki bizda masalan ayni tekshiruvlarni qiladi. Ozgina ko'proq vaqt olar ekan, shuni bilib biz ham bildik o'sha Hindiston bilan solishtirganda. Ularda uje bir 3-4 kunda natijalar chiqadi. Lecheniyani boshlaydi. Chunki onkologiya bu yomon kasallik. U borgan sari o'saveradi. O'shani oldini olish kerak, ximiya boshlash kerak va hokazo. Shu narsani keyin sizga orada kutib olgan переводчигimizni xizmatini ham eslatib o'tsangiz. O'zi kerakli joylarga mana sarson bo'ldingizmi? Yo'q, sarson bo'lmadi. Birinchi endi borganda o'zim adashganimdan sarson bo'ldim. Aytmoqchimanki, mana sizlarda Farid o'zi Muhammad Farid shoqib olib boramiz, palonchi soatda chiqasizlar deb yetaklab yurdimi? Ha, bizni o'tirg'izib qo'yadi-da, dokumentimizni olib o'zi kirib turib nima qiladi. Shu 5 minut turing, 10 minut turing deydi, lekin hammasini o'zi bajarib keladi-da. Biz o'tiramiz mana shunaqa salqin konditsionerda. O'tiramiz, keyin analiz topshirish paytida ham kiring deydi, topshiring deydi, analiz deydi. Petketaga ham kirgizishdan oldin formalarni kiygizdirib
nima ukol qilar ekan, analiz olar ekanda, keyin anjom Ochib kiygizib kirgizib ketadi. Hmm. Petketasining ответ Bizda- ertangi kuni chiqar ekan. Ha. Biz bilan suhbatlashganingizda onlayn konsultatsiyaga sizda taxminiy hisob kitob berildi. Masalan, Hmm. falonchi narx ketadi, shuncha summa ketadi. Bizda mana qaytib bizga uchragan kasallar bordik. Endi bizda rasman shifolat olib boriladida. Ko'pchilik orada o'zlari shaxsan kimdirdan eshitib borishadi. Aslida u kimdir eshitib borgan kishi orada u yoqqa olib borib, u yoqqa masalan yoki u yoqda uchrashganda yo orada mana O'zbekistondan u yoqqa kuzatgan odam yo u yoqdagi tarjimon orada ustiga pul qo'yib ishlaydigan holatlar tez-tez uchib turar ekan. Aytmoqchimanki, masalan lecheniya $2000 bo'lsa, u yoqqa borgandan keyin o'sha odam bilan birga yurganda $3000 bo'lar ekan deb aytadi. $2000 kassa, $1000 o'ziga olib qoladigan uchiradigan holatlar bizga kasallardan eshitilyapti. Menga bordik, bizga 2000 diyordi, yoqqa borsak 3000 bo'lib qoldi. Yoki palonchi tekshiruvlarni juda qimmatroq aytib yuboryapti degandi. Sizlarga masalan baholangan narxdan oshiq bo'ldimi u yoqqa borganingizda? Bizga Taxmin oshgan bo'lsa, может быть $100 oshgandi. 100 dollar. Может быть $100. Lekin 500, 1000, $2000gacha o'zgarishlar bo'ladimi shular? Unaqa bo'lmadi. Hammasini chekin olib kelib beradi. Chekin Dori olib olib kelib bersa ham, orqamizdan operatsiyadan keyin ham dorilarni olib kelib berdi. Chekin bilan даже shu 3 rupiy, 4 rupiysini ham, tangasini ham uzdasini qaytarib olib keladi ko'p yashaydilar. Rosa yaxshi, lekin hamma sharoitlari yaxshi. Doktorlari undan yaxshi. Aylangiz keldimi? Orada aylangiz. Ay, endi qanaqa diditlarim ham magazinlariga borib keldik. Ha, Fontanlar ko'rdik. fontanlarni ko'rib, Marojna yedik. Marojna. yedik. Endi больница Max Super Speciality Noida provinsiyasida joylashgan. Asli u Delhiga kiradi, poytaxtda. Ha, Ko'pchilik Hindiston sassiq, Hindiston yomon. Endi ana Ganga daryosini televizorda ko'rsatadi, ana rasvo joylarda ko'rsatadi. Lekin o'sha Delhi, o'sha Noida yangi shahar hisoblanadi, Delhiga kiradigan. Meditsinani hubiga aylangan. Hukumat unga juda katta e'tibor qaratadi. U ayrim joylarda ifloslik bo'lsa, lekin u joylarda unaqa emas. Toza, pok, to'g'rimi? Больница atroflari, o'sha Oy, больницаlarga gap yo'q. Toza. Ha. Hamma sharoitlari yaxshi. Bularni endi Zulfiyani plastik operatsiya qilamiz dedi. Avval dedi, agar shunday operatsiya qilganimizda dedi, может dedi, второй раз не повторится dedi, уже boshqatdan chiqmasligi uchun dedi, orqasidan dedi, bu yerga beramiz dedi, plastik operatsiya qilamiz. Dedi, shu plastikka qilgan uchun salgina oshdi. Sen unaqa ko'p so'raganim yo'q. Yaxshi, ko'p yashaydilar, umri uzoq bo'lsin. Biz zato yaxshi ham dam olib keldik, ham lecheniya olib keldik mana. Xudoga ming qancha shukr. O'z bolalarini o'zi boqsin. Zulfiya opa, o'zingiz bu yoqda doktorni muomalasini, sizga qarashlarini, e'tiborini bir aytib bering. Doktorlar yaxshi, e'tiborli. Kaplinsani qo'yadi, har minutda xabar olib turadi. Operatsiya kunlari ham hammasi kirib turdi, xabar olib turdi mendan. Hammalari yaxshi. Medsestralarni ham Medsestra, vrach, переводчик hammasi kelib turdi. Medsestralari ubodisimi, ular ertalab ust-boshlarni almashtirib, salfetka bilan artib, Hamma joyi E'tiborli. salfetka bilan artib, soat 5 da ertalabdan salfetka bilan artib, har kun ustini almashtiradi. 3 kun yotgan bo'lsa, 3 marta ham ustini almashtirib, ust-boshlar, hamma proshni. tarafini, belyo'larini даже almashtirib, ko'ykalarini masalan. Bir kunga odam kirib bo'lib qolmaydi-ku masalan. Yo'qda va katta salfetkalar bilan hamma tarafini yuvib chiqarib, artib, tozalab, yotqizib ketadi. endi u yoqdan bu yoqqa qaytganingizda-chi, u yoqdan bu yoqqa qaytganingizda уже doktor sizlarga javob berganda, ximiyadan keyin operatsiyaga qaytasizlar degan jarayonda sizlar ikkita ximiya oldingiz. Ximiya ikkita olgandan keyin O'zbekiston qaytishlaringiz muammo bo'lmadi, to'g'rimi? Yo'q. Bizga уже aytilgan sanaga
bular nima boramiz, qaytamiz, kiyimlarni oldik degan paytda bularga viza bularga bilet sotib oldik, onlayn tashlab berdik. Buni ham shu kelishgan holda уже ular qaytib kelishdi. Ikkita ximiyani o'zimizda o'sha Tojikistonda tugatgandan keyin ikkinchi marta yana Hindistonga borganda sanasini kelib bilet sotib oldik. Уже sizlar tayyor bo'lib operatsiyaga borgansizlar. U payt уже sizlar bilan xo'jayinlari borgan. Bular уже xo'jayinlari ham bordi, bosh bo'lib turdi. Ular nima dedi? Hindistonga borganda yoqda atrof muhit, tabiat yoki meditsina nima dedi u yoqda atroflarni ko'rib, lecheniyalarni ko'rib, birinchi marta borib qaytib kelganda sizlar tasvirlab bergandaqa, kutgandaqa rezultat bo'ldimi ularda? Mana masalan Hindistonga bordi, ko'rdi ular ham. Yaxshi deb keldi xo'jayinim. Bularga gapi yo'q ekan, gapi yo'q ekan. Doktorlar yaxshi ekanda. Doktorlar yaxshi. Qiynalmadik hech ham. Biz endi переводчик bilan rus переводчик bo'lsa o'rischa gaplashasiz. Qirg'izlarga qirg'iz, tojiklarga ham tojik, o'zbekka o'zbek, rosa ko'p ekanda переводчиклар. Tekshiruv o'tkazganda mana birinchi ximiyani boshlashdan oldin biopsiya, PET-CT'larda javobi necha kunda chiqdi? Ko'p kutdilaringmi? Yo'q. Necha kunda bu? Bir yarim kunda уже PET-CT'niki chiqdi. Borgan kunimiz analiziniki biz ertalab bordik, ertasi kuni 3 kunda chiqdi, hal bo'ldi. 3 kunda hal bo'ldi. Sразу keyin 4-kun sразу operatsiya. 3 kun operatsiyada yotdik. Keyin ularda перевязкалari ham rosa yaxshi ekan. Перевязка bir ikkita qiz bola desam aytdim, buni hali doktor ko'rgani yo'q dedim-da переводчикka. Qanaqa dedim, vrach dedim, operatsiya qilgan vrach ko'rgani yo'q desam, "Iya, opa, ana shu operatsiya qilgan." Men aytdim, "Shu yosh qiz bola operatsiya qildimi?" desam, bular dedi, ko'pchilik qilingan dedi. Lekin перевязкani ham rosa yaxshi qilar ekanda. Umrini bersin. Tekshiruvda bachadon bo'yicha nima deyishdi Hindistonda? Bachadonlarni ko'rmadim. Toza, ha. hammasi yaxshi, muammo bo'lmadi yo'qmi? Endi hozir nur olish kerak. 1 oydan keyin kelasizlar degan, xudo xolasa, endi nurga borishga kamroq mablag' o'zimizdan charchadik. Shu uchun yo Toshkentdami, yo o'zimizdan nur olsakmi, yana endi kelishib ko'ramiz. Aytdi, 3 oygacha kesalaring bo'ladi dedi. Uzoqman dedi. Atak dedi, 1 oydan keyin 15 kun olib ketsalaring yaxshi bo'ladi dedi doktor Javed. Endi keyin tabletka ichib turadi dedi. Mana tabletkasini orqamizdan jo'natdi, ko'p yashanglar. Endi mana hozir tabletkaga keldik, tabletkani olib ketamiz xudo xolasa. Azizlar, bularga-da Hindistondan doktor Javed shu yozib bergan dorilar bo'yicha yubordi. Biz qabul qildik. Endi bularga topshiramiz. Shu orada eslayapmanki, bir marta 3-mi ximiya qo'yganda yo 4-ximiyani sindirib qo'ygansizlar. Kimdir sindirib qo'ygan, to'g'rimi? Qo'yatganda. Navbatda bittasini sindirib qo'ydi. Men aytdim-da, bu nima bo'ladi endi bu dedim. Buni men qimmatlab kelganman desam, keyin internetdan o'qib turib, "Ha, bu deydi dexametazon ekan" dedi-da, keyin Javedga telefon qildim. Mana shu afil deganni dedim, sindirib qo'ydi bu desam, keyin xalqi berdi. No nicho dedi haligi. Bir bala qilsin dedi, keyin bir balasini olib ketib qo'shdi o'rniga keyin o'rniga yozib berdi. O'rniga aytdi, o'zlarini shu больницада ham Javed bilan gaplashdim-da, sindirib qo'ydi, mana bitib qo'yadi, mana bitib qo'yadi dedi. Shu borada bitta narsa bizdan tomoshabinlarga aytmoqchimanki, bizni kuzatib boradigan azizlar, masalan, kimdir borsa davolanishga borib kelgandan keyin ham biz xayrlashdik, bo'lmaydi, bizga telefon qilsa telefon olish yo'q. Постоянно связda bo'lib turamiz, imkon qadar lecheniyasini oxirigacha olib borishga. Masalan, kelgandan keyin mana shunday holat bo'lib qolsa, tam dorisi sinib qoldi yoki bironta dori topolmasa, bizga aloqaga chiqadi, dorisini topib berishga harakat qilamiz, yuboradi. Bizani kelgan kasallar orqali olib kelib berishadi. Qabul qilgandan sindirib qo'ydi. Ikkitasini sindirib qo'ydi. Yo'q, bittasi. Bittasini sindirib qo'ydi. Qabul qilgandan keyin kasallarga topshiramiz. Keyin masalan bizada ba'zi kasallar bor. Doktor yozib bergan shu vipiskalarini перевод qilib beringlar, yordam beringlar, bu yoqda pensiyaga yoki очередьga birosiga qo'ymoqchimiz deyshadi. Shunaqa murojaatlar bor. Ayrim holatlarda даже vipiskada
bizada shunaqa holat bo'lgan. Yurak muammosi bor edi. Ivipiskada nevrologический o'sha neyroxirurg bo'yin soqqasini operatsiya qilgan. Ikkala kasalligida ketgan. Yuragida muammosi bo'lgan, bo'ynida grijani olib tashlaganmiz. Nevrologическийga borsa o'sha uchetga qo'ymoqchiman, gruppaga qo'ymoqchiman desa, bu yog'i asosan yurak bo'yicha gapirilgan deb alohida bo'yin grijasiga spravka olib ketibdi-da bu yoqda. O'zimizda, ya'ni kasal ismini aytmayman, shunaqa bo'lgan holat. Keyin bizga aloqaga chiqdi. Bizda Kamal Verma degan shifokor Fortis klinikasida ular bilan aloqaga chiqdik. Iltimos, bularda shunaqa muammo chiqdi. Spravkani qilib beringlar deganimizdan keyin uni taylab jo'natib berdi. Bo'lmasam u kasal hozir sarson bo'lib qolardi. Bu yoqda masalan o'sha spravkani olib kel degandan keyin endi iloji yo'q, olib kelib berish kerak, bu vaziyatga tushib qolganda. Aytmoqchimanki, kasal kelgandan keyin ham yordam beramiz, qo'ldan kelgancha ishlarni hal qilib beramiz. Marhamat opa, Zulfiya opa, shaxsan o'zingiz mana boshingizdan o'tgan hozir biz eshitdik, sizga rahmat. Bizni kuzatib borgan tomoshabinlarga, azizlarimizga nima o'zingizning fikringiz, tilaklaringiz? Kim borsa xudo xolasa shifo topadi. Ana men borib shifo topib keldim. Aylinaxonga rahmat. Temur ukamga rahmat. Oyimga ham rahmat. Oyimga ham rahmat. Qarindoshlarga yordam berganlarga hammaga yurtimiz tinch bo'lsin, amon bo'lsin. Tinch, amon bo'laylik. Ikkilanmasdan Hindistonga borib davolanaveringizlar. Hech kim orqaga qaytmasin. Xudo xolasa hamma davo topib keladi. Davo orada davo birinchi o'rinda davo xelsga birinchi o'rinda rahmat. Kattakon umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana sizlarni topib kelib turib shuncha davo, shuncha masalan ko'rmagan joylarimizni ko'rib keldik kasal bahonasi bilan. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. Mana endi biz ham periodga keldik, ham period qilib berasizlar vipiskasini. Pensiyaga chiqishga deydi. Biz o'zimiz ham qilar edik-da shu operatsiyani deydi Tojikistonda. Men aytdim, mayli doktor qilasiz dedi. Men ham o'zim medikman dedim-da, lekin bizda unaqangi sharoit yo'q dedim-da. Bitta analiz topshirsang dedim 5 kun kutasan, 3 kun kutasan, lekin u yoqda dedim unaqa emas dedim. Bu yerda petketa yo'q dedim-da. Petketa agar bo'lganda dedim, mayli dedim, men Toshkentning ham petketasiga ishonmadim dedim-da. Shu uchun dedim men Hindistonga bordim dedimki, shu boshqa yoqqa metastaz berdimi, bermadimi degan maqsadda bordim-u, lekin dedim operatsiyasini shu yoqda qildirib kelsam xotirjam bo'laman degan maqsadda bordim. Bitta savol esladim. Zulfiya opa, sizga Tojikistonda biopsiyani qilishdimi? Biopsiya laboratorniy test o'sha igna bilan oladi. Biopsiya qilish. Toshkentda Chilonzorda qildi. Shuni javobi ham chiqmasdan turib bunday ushlab ko'rdilar. Bizning kasal buni darrov biz ximiya qo'yishimiz kerak dedi. Men aytdim, sen ответ kelmasdan qanday qo'yasan dedim. Bu qaysi stependa keladi dedim. Qanday qiladi desam, yo'q biz qo'yaveramiz dedi. Keyin yo'q, men aytdim 3ta bo'lar ekan biopsiyasi. 3-chisi ham kelsa, 3-chisiga ham qancha to'ladik, to'lov qildik. Ular keyin 8 kundami analizning ответini berdi, ikkinchi qism dedi. Keyin mana endi dedim, bemalol dedim qilsa bo'ladi deb, endi vrachlar bilan ham kamroq, men o'zim ham medik bo'lganim uchun baribir meditsinani yomon demayman, lekin 5 qo'lingiz barobar emas-da. Shu uchun hammaga kattakon rahmat. Bizda kuzatib borgan tomoshabinlarga men ham yakuniy qismda aytmoqchiman. Azizlar, Hindistonda endi Amerika yoki tibbiyot rivojlangan davlatda aslida boshlang'ich stadiya hatto 3-darajagacha to'g'ri yo'nalish ko'rsatib davolashyapti hozir. 4-bosqichda ozgina nima deydi? Endi hozir agar vaksinalar chiqsa, yaxshi, hozir endi praktikada o'tkazishyapti. Chiqib qolsa, nasib qilsa yaqin kunlarda yoki yaqin asrlarda to'rda ham davolashni boshlaydi. Nur terapiya, target terapiya, kimyoterapiya, immunoterapiyalar bilan 1-2 xudo xolasa
agar aniqlangan bo'lsa o'sha Hindistonga borib davolasalaringiz mutlaq davosini topsa bo'ladi. Eng muhimi vaqtida murojaat qilish, Kasallik vaqtida oldini olish, kasalligini oldini olish, hech ham ikkilanmasdan. orqaga chekinmasdan borib Shunday. lecheniyaga olib Hindistonda kelsin. 8 ta ximiya bilan o'simlik kichayaryapti. Biz lekin eshitganmiz, O'rta Osiyoda, aytmayman O'zbekistonda, Tojikiston, Qirg'izistondan kasallar bizga murojaat qilib Hindistonga ketishyapti. 20 ta ximiya qo'ygan, lekin o'zgarmayapti. Yana 20 ta ximiyani 4 tani qo'yib bo'lgandan keyin alishtiradi, boshqa ximiya qo'yadi. Yana alishtiradi, boshqa ximiya qo'yadi. Как подопытный кроликка o'xshab 20 ta, 25 talab ximiya qo'yyapti. Umuman rezultat yo'q, effekt yo'q, kattalashyapti, og'irlashyapti. Odam mazasi qochib, toza уже u soch to'kilyapti. Eng asosiysi ximiyada mana solishtirdik. Ximiyani sifatida shunday bilsang bo'ladi. Ko'pchilik bizada cho'chiydi. Ximiyani olmayman nimaga desa, odamni nabarot immunitetini tushirib mazasini qochiradi. Kal qilib qo'yadi. Kal qilib qo'yadi deyishadi. Hindistondagi ximiyasi sizdan mana so'ramoqchiman kakras. Ximiyasini asorotlarini, aslajneniya deydi-yu, mana mazasi qochib, yotib, kuniga 5 martalab qusish bo'ldimi sizda? Yo'q. Hindistondagi ximiyasiga. Tojikistonda qusdim, bu yerda qusmadim. Qusilmadingiz, lekin shunaqa narsalar ham bor. Kal bo'laman, boshqa bo'laman, shunda ham farqli. Azizlar, agar bizni ko'rgan bo'lsalaringiz, kimdir mabodo Xudo ko'rsatmasin oralaringizda qarindoshlaringiz kimdir kasallagan bo'lsa, mana shu videoni biz sizlarga yetkazdik, sizlarni yordamlaring bilan ularga yetkazsak, o'ylamanki maqsadga muvofiq bo'ladi. Bizni ko'rib turganlaringiz uchun rahmat. Bizlar mehmonlarimizga ham kattakon rahmat deymiz. Kimdir masalan agar Hindistonga bormoqchi bo'lsa, Davo Health kontaktlari orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatib boringlar. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha.